Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 54-soniga xush keldinglar. Bugun biz hukumat va kelgusi degan temada hukumatimizningki Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimni bu suhbatga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Bugungi temamiz bizningki hukumat va kelgusi. Bu suhbatimizni hukumat va kelgusi dedik. Xo'sh, hukumat nima ish qildi, nima ish qilyotdi va nima ish qilmoqchi? Hukumatimiz nurg'un ish qildi. Bugun bu ishlarni qisqartib so'zlashga majburmiz. Chunki agar ishlarimizni birdan-bir so'zlash to'g'ri kelsa, vaqtimiz yetmaydi. Ba'zi tashkilotlarning mustaqil tushun partiyasi ostida hukumatga qarshi ilib berilgan oxirgi qitimliq suiqasdni mag'lub bo'lgandan keyin biz to'xtab qolmadik. Biz hukumatimiz qurilganligining 20 yilligini Cumhuriyet kunimizda tantana bilan g'alabalik tabrikladik. Mustaqillik irodamizni namoyon qilib, Amerika Davlat Majlisi oldida haybatlik namoyish qildik. Hukumatimizning siyosiy instituti tarafidan tuzib chiqilgan Sharqi Turkiston hech qachon Xitoyning bir parchasi emas, mustaqillikni asliga keltirish uning birdan-bir chiqish yo'li nomli oq tashli kitobimizni rasmiy e'lon qildik. Sharqi Turkiston milliy kimlik kartamizni iftixor bilan qo'limizga oldik. Hokazolar. Bu ishlarimiz yomon ko'p. Biz qilayotganlarimizni xalqimizga sunamiz, qilolmayotganlarimizga yana izchil tirishimiz. Niyatimiz xolis. Tuvanda Salih Xudoyor apandim bilan qilgan xizmatlarimiz ustida suhbat olib boramiz. Xo'sh, Salih Xudoyor apandim, Cumhuriyet kunimiz va hukumatimiz qurilganligining 20 yilligi tabrik marosimimizdan bir xulosa qilib bergan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmet. Bunun hem de ammadan köydü deyim ama yana tekrarlay hem de tekrarlaş mecbur bulalımız. Ama Allah'a malum 11. ayının 12. günü birinci Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ninki kurulganlıkınınki 91. yıl hatırası ve yana ikinci Şarkı Türkistan Cumhuriyeti yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti dep atalgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki 80. yıllıkı yıl hatırası. Şu fırsat bilen biz hem Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki 20 yıllıkını gerçi Şarkı Türkistan sürgün hükümeti 9. ayın 14-si 2014 kurulgan bolsumu birlikte bir faaliyeti bunu nima hatırlaşka hemisi bir faaliyet hatırlaşkını kıldık. Bu jarayonda yana halkımızınki arka şeylerden mesela Avrupa, Orta Asya, Avustralya ve başka tarafın özümüzdeki milletvekillerimiz ve hükümet rahbarlarımız kelip katlaştı. Ve ondan sonra chet ellik dostlarımız, strategiyachilar ve başkalarımız qatarlık katlaşıp bir yerde söz kıldı. Ammasininki sözü asasen o'xshib ketdi desek bo'ldi. Yani o'xshash temlari, yani şu temga asasen Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Ve bunundan başka yol yok ekanligini, yani Sharqi Turkiston xalqining qutulishi uchun Sharqi Turkiston davlatininki mustaqilligini asliga keltirishdan başka yol yok ekanligini ammasi asasen bir şekilde bilen tekrarladı. Bazıları dedi bu kişilik hukuk meselesi bilen bu işimiz el bo'lmaydiganligini ve hazırki yeni hakimiyet Amerika'nınki yeni hakimiyette belki kişilik hukuk meselelerine o kadar cık konkret nima işi qaramaslığı mümkün. Ama stratejiyalik meselelerge elbette köngül bildiğanlıqını küravatımız. Ve Şarkı Türkistan dünyanın kelgüsü için nahayet bir stratejiyalik urun. Yani neçe ming yıldan burun mu Şarkı Türkistan stratejiyalik urun boğallık için neçe xil imperiyalar ve güçler, çoğun güçler Şarkı Türkistan üstüde uruş qilgan. Bunu hammamiz bilamiz. Shuning uchun Sharq Turkistonninki muhim ekanligini hammasi ta'kidladi ve bazıları dedi ki Sharq Turkiston xalqi, yani bazı
dostlarımız yana xalqimizgimi va boshqalarga da'vat ediki bu Sharq Turkiston masalasi kelgan chaqda hamma Sharq Turkistonliklar Sharq Turkistonning milliy manfaatini boshda tutish kerak. Qandaq davlat bilan do'st yoki tashkilot bilan do'st yoki munosabat qilish kerak zarur bo'lgan taqdirdami oldi bilan Sharq Turkistonning milliy manfaati ustun turish kerak hamma narsada kelgan vaqtda. Bizniki hozirga qadar qilinayotgan, ya'ni bizniki demay, umumiy men Sharq Turkiston uchun da'vo qilyapman yoki Uyg'ur uchun kurash qilyapman deganlarninki umumiy xatoligi va buni chet elliklarimiz zaten keraklik degan bu so'zni da'vat qilmi shu chet ellik. Boshqa nima kelgan chaqda biz o'zimizningki, millatimizningki milliy manfaatini qayirib qo'yib, boshqasininkini ustun qilib olganligimiz uchun shunda g'albisizlik, shunda ahvollarga tushib qoldik. Shuning uchun bundan keyin davomliq oldi bilan Sharq Turkistonning milliy manfaati. Biz har qanday davlat bilan, har qanday tashkilot bilan kurashishga, hamkorlashishga doim tayyor. Ammo biz Sharq Turkiston xalqining manfaatini birinchi o'rinda qo'yamiz. Har qanday ishda. Bizniki birlam dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy ishg'olchilari, Xitoy tajovuzchilari. Ondan sirt bizning birlam nishonimiz bor, u bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Bu ikki narsaga taqashmaydigan holda har qanday davlat bo'lamdi, tashkilot bo'lamdi, shaxs bo'lamdi, biz ular bilan hamkorlashishga tayyor. Bunimi so'zlagan amerikalik qarindishimiz, mehmonimizmi o'xshash shaklda dedi. Sizlar oldi bilan, chunki bu Sharq Turkistonga oid muhim bir strategiyalik rayon bo'lgandan keyin ko'pincha davlatlarningki, ko'pincha kuchlarningki bu yerda bir nimasi bor. Nima deymiz? Bir manfaati bor. Bir manfaati bor. Ammo ularningki ba'zilarininki manfaati bizga to'g'ri kelishi mumkin, ba'zilarining to'g'ri kelmasligi mumkin. Biz yetarki Sharq Turkiston xalqi biz o'zimizning manfaatimizni boshda qilsaqlam qag'ashimiz asta-asta o'ngshiladi. Biz o'zimizning manfaatimizni, millatimizning manfaatimizni, nishonimizdan chetnab ketmasligimiz kerak. Va hozirga qadar Allohga shukr Sharq Turkiston surgun hukumati bu nishondan va xalqimizning manfaatiga qarshi harakatlarni qilg'idi yo'q inshaalloh va bunday kimni inshaalloh qilmaymiz. Shuning uchun aziz qarindoshlar, yana deydiganimiz, biz oldi bilan Sharq Turkistonning manfaatini boshda qilishimiz kerak. Ya'ni bizning nishonimizni eng ustun, uningdan boshqa ustun bir nishon yo'q. Uningdan boshqa ulug' bir manfaat yo'q. Kim bilan qat'iy nazar, nim qilishimiz bilan qat'iy nazar, mayli Amerika bo'lsin, mayli boshqa bir davlat bo'lsin. Buni bilishimiz kerak. Ondan sirt yana ba'zi do'stlarimiz, shu kelgan do'stlarimiz yana biroz umid var bo'ladi dedi. Yaqinda, cho'qim yaqinda qutulisizlar. Sizlar izchil menglar, izchil mengib harakatni davom qilinglar. Deb bizga yana ko'ngil ifodalanadi. Ba'zilari kelib Amerika hukumatiningki Sharq Turkiston masalasiga cho'nqur ko'ngil bilishini va ba'zi qiladigan ishlarni o'tirib qo'ydi. Nəhayət yaxşı bo'ldi deb o'ylayman. Oldimizdagi yangi hokimiyat, ya'ni Trump hokimiyat o'tirgandan keyin xili yangiliklar o'tirg'i chiqadiganligini hammamiz balkim azroq bo'lsin ko'ryapmiz. Xabarlarga o'yinlarga qarasak, oldimizda bir fursat bor aziz qarindoshlar. Biz bu fursat, ya'ni bu biz uchun eng oxirgi fursat. Bu yerda men sizlarni ilk nima dey? Sizlarni ilk nim qilmoqchi emas. Ya, ümidsizlantirmoqchi emas. Ammo bizningki balki eshib kelsa 15 yil vaqtimiz bor. 15 yil ichida biz vatanimizningki bir bo'lingini bo'lmasimi ozod qilamisak,
mustaqil qılanmasak, bizning işimiz tamamen mağlup buludu yani. Biz tamamen yo'qolamiz. Bu mağlup bulash uyatı olsun, xalqimiz tamamen qırilib yo'qoladi. Şunun üçün bizningki xalqaraga deydiganimiz bo'libmi hozirgi vaziyatda bizningki qutulishimiz uchun, mavjudligimizni saqlab qolish uchun, hatto dunyoninki qutulish uchun, dunyoninki bexatarlik uchun, dünyadaki erkinlikninki bexatarlik uchun Sharq Turkistonning mustaqillikni asl keltirishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini davomli bildirishimiz kerak. Ve bu yolda hareket qilishimiz kerak. Mustaqilligimizni yanlış deydigan narsa kirib olib buni kuchining o'tirishida desak bo'lmaydi, bir bolon qazna qichirib shu deydigan narsa demak, ko'chalarga chiqib xuddi boshqalar qilyapti ya, boshqalar ve boshqalar qiyganlik uchun butun dunyo ularning davosini bilyapti ya. Tılganmayma bu qaysilinikine ama hammalar bilyapsizlar kimning da'vatqanligimni. Şu hareket qiyganlik uchun butun dunyodan miyada sosyal medyadan tatip, ko'chalarlik namoyishlardan tatip hamma yerda dialoglik uchun xalqaro ularning masalasiga qiziqyapti va ularning masalasi gündem bulayapti. Bizning masalamiz meningki biladiganim, masalan şu bir munofiqmishunda dedi ya. Bundan qılmaslik gerek. Çünkü bu münafıqlığın qıladigan işi uyağa çirip mustaqil bulanmaymiz. Mustaqil bolsa Xitoy anda buludu. Xitoyning zimin bütünlüğü qarşı xilap buludu dep deydi ya. Bular Xitoyning zimin bütünlüğünü qo'g'digichilari. Sharq Turkiston masalasini qo'g'digichilari emas. Sharq Turkiston xalqining qo'g'digichilari emas. Bularniki birinchi 5 yil qatirdigan narsa Xitoyning zimin bütünlüğü atalmış zimin bütünlüğünü, bexatarligini qo'g'dimisi bo'lmaydi ya, vazifa shu bo'lgandan keyin. Shuning uchun xalqimizga mushunda ta'tir tashviqotlarni qilib o'yin o'ynaydi. Bunda uyallarga aldanmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz hozirgi vaqtimiz nihoyat qiz. Shuning uchun qo'limizdan kelgan barliq harakatlarni hech nima qilmasak-mu, shu sosyal medyada Sharq Turkistonning mustaqilligidan boshqa yo'l yo'q ekanligini izchil bildirib turishimiz kerak. Va bundan keyin har qanday parlament a'zosiga, hukumat a'zosiga va yoki bir xat yozildigan bo'lsa, bir bo'lingdimi, mayli oldida bo'lamdi, tegida bo'lamdi, o'tirishda bo'lamdi, bir yerdimi, bir jumla bo'lsa-mu, Sharq Turkistonning mustaqilligidan boshqa yo'l yo'q ekanligini u yer qistirishimiz kerak. Onun için ilgirleş buludu aziz qarindoshlar. Biz tayyor turishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun meni doim deydiganim yana bo'libmi yoshlarimiz. Biz o'zimizninki kelgisi yani o'zimizni shunday qo'ylashimiz kerak. 10 yildan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti qaytadan mustaqil bo'ladi va u Cumhuriyetga men xizmat qilishim kerak. Davlatimninki amalligini, bexatarligini saqlash uchun, davlatimninki gullanish uchun men qaysi kesiplarni o'qishim kerak, qaysi bilimlarni egallashim kerak, davlatimni qo'g'dash uchun qanday bilimlar ketadi menga deb shuni hozirdan tortib o'rganishimiz kerak. Bizga boshqasi bizni kelib tarbiyalab bermasmi, biz o'zimizni tarbiyalashimiz kerak aziz qarindoshlar. Chunki ishonamanki bizga eng oxirgi bir fursat, bir qutulish fursati kelyapti va bu qutulish fursatga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Rahmat. Hozirgi zamanda şu bilim en güçlü kural. Daim tarixdan buran bilim en güçlü kural ya. Şunun için biz bilimlik buluşumuz gerek. Devletimizni qo'g'dash uchun, devletimizni qaytadan tiklangandan keyin nurg'un ishlarimiz bo'ladi oldimizda. Shuningga o'zimizni astasdan tayyorlab turishimiz kerak. Deyganim shu. Qaysi bayam yana nim qilsam, qisqacha qilgan boshqa ishlarimizni nim qilsam, Aqtashlik kitobni o'tirg'i chiqardik. 276 bet bo'ldi. Xitoyninki o'tirib qo'yayotgan barliq yolg'onlarga hammasiga bir-birdan raddiya berildi. Paketlar bilan. Ya'ni Xitoyni inkor qilolmayotgan, boshqalarni inkor qilolmayotgan. Mana Aqtashlik kitobniki muqovisi shunda, mana siz bu kitobga nihoyat jiq ajr singdirdingiz. Mush gapingizni davomlashtirib, mush kitob to'g'risida qandaq buniki ichidagi mazmuni va buniki ahamiyati bunun için qanchalik ajr singdirganingizni bir deb o'tgan bo'lsangiz. Rahmat.
Bu kitap hammalarga ma'lum bo'lganidek, oldi bilan biz 2022 yili buningki qisqartmasi 29 bitma 30 bitma shunchalik qilib bir hujjat doklad chiqargan, aqtoshlik doklad deb. Keyin buni texmi kengaytib tafsiliy qilish uchun shu vaqt ketdi. Biri bununla bir 3-4'ümizle vaktimizni çıkara aldık ve başka işlarınki çıkıp gitişi bilen 100% vaktimizni bunun koyamaganlık için sel uzurap vakt bunu çıkırış vakti sel uzurup gitti. Ama tefsili bizninki tarihimizni hazırki davamlaşıvatkan ırkı kırgınçılıkını bazı deydi o Xitayla Uygurlardan öttemeyotdu ötüreş kısmı ırkı kırgınçılıkının ki paketi yok akçı kökçü de. Aslında teşvik kıldı ya mesela bizim atalmış sote Şarkı Türkistan demeyimiz Xitay'ın ötüreş cinayetidin. Yani kasten ötürevatkan cinayetidin aklı etti ya paket tapanmay. Ve onun gibi en beşi şunu baş kılıp biz birinci demizde. Xitay bizninki neçe milyon halkımızını öttürüp etkenlikini, öttürevatkanlıkını paketler bilen oturup koyduk. Onun için başka cinayetlerini oturup koyduk. Bütün BDT'ninki ırkı kırgınçılık kanununda 5 tür cinayet var ya, ırkı kırgınçılık hesap kıldıgan. Emmesini paketi bilen Xitay mana bizge ırkı kırgınçılık yürgizivatdı, mana paketler dep emmesini tefsili düşündürdük. Hatta bu ırkı kırgınçılık kandak başlaganlıkını bunun akısta kandak suikastlar bilen kandak oyunlar bilen Xitay bunu epiravatkanlıkını ve bunun nişanı tamamen Şarkı Türkistan halkını Uygur, Kazak, Kırgız ve başka Türkiye halklarını tamamen üzül kesil yok tüytiş yok kılış niyeti kellikini oturup koyduk ve bu Xitayning bunda kılmışı şu Şarkı Türkistan meselesininki Şarkı Türkistan meselesininki tamamen yok kılış için en ahırkı kılıvatkan final solution değil o en ahırkı nimi deyimiz solution'ı tedbirden dok nimden dok bizim dep aşında bir taraf kılış kellikini oturup koyduk. Onun için Şarkı Türkistan'ınki coğrafyasını, Şarkı Türkistan ismninki nereden kildiganlıkını, tarihten bu yan Şarkı Türkistan nime dep atalganlıkını. Mesela Xitay daim oturup koydu Şarkı Türkistan degan sözünü Uruslar nime bir Urus ba 1820 yıllarda şu oturgu çıkargan dep aşında teatr yalgan teşvikatlarını kıladı Xitay istihbaratı ve Xitaylı'nın nimeleri. Akışça Şarkı Türkistan kelimesi bununki yalnız bir coğrafya manası emas, bir siyasi manası var. Çünkü Türkistan degan söz öz vaktida Köktürk hakallıkınınki. Şu Köktürk hakallıkını, Köktürk devletini şu Türkistan dep atalgan şu vakitte. Yerlik ma soğ diyen tılı da Türkistan dep elingan. Bununki şu bizninki Şarkı Türkistan'daki Astana dep Ryan Baturpan atraplı şu yerden çıkan 600 yıllardaki evraklı denilen yani materyallardan, ücretlerden çıkan nime. Bu Türkistan değilse şu devletine davetli. Köktürk devletine ve Köktürk devleti hemen bilirsen ki Şarkı Türkistan'da da peyda oldu. Şarkı Türkistan'dan çıktı. Yani Şarkı Türkistan'dan merkezinden çıktı. Bugünkü yani Karakoca Turpan tarafında Korun'un üstün tarafta Karşar tarafında Karakoca dep bir şehir var. Yani buran şu yerdeki şu şehir şu etrafta peyda bulup çıktı bu Köktürk devleti. Şunun Xitay nime üçün Şarkı Türkistan o kadar öç bu Şarkı Türkistan yoki Türkistan kelimesiga. Şundan çünkü bu siyasi egemenlikimizni, devlet igilik hukukimizni takışıdığan narsa. Şunu belgileydiğan narsa. Şunun için Xitay bunun o kadar öçmen. Şunu yuqtib etiş üçün o kadar öçmen ki başka narsani nima qiladi. Çünkü bizninki zeminning igilik hukukimizni Xitay
kiliştim burun, Xitay tajavuz kılıştım burun. Hatta Tang sulalası, Ming sulalası, bilmeli sulalasılar tajavuz kılıştım burun. Bu devletninki. Bu Türkistan kelimesinin bağlılığını yokutuş için kılınatkan narsa. Yani Xitay bizni daim inkar kılıyor o. Bununki devleti yok. Yerim Xitay nimelerine oturga çıkırıp Uygurlar devlet kurup bakmagan. Kuçanın bir bulağını basın başkaranmaydı. Başında fitneni teriydi ya Xitay istihbaratı. Yani şunun gammisiga izchil reddiya berilgan şey. Ondan dikin bu Şarkı Türkistan kelimesi banda şu 1000 yıldan aştı Türkistan kelimesiga. Hatta 1300-1400 yıl bulaydap kaldı. Ondan dikin Şarkı Türkistan kelimesi mi? Mesela Şarkı Türkistan degan kelimesi mi? Mesela Xitoydaydi Uruslar 1820 yılda paydo qildi. G'arb matbuotlarda, g'arbninki kitaplarda, tadqiqotchilarninki nimalarda, 1600 yillardan tortib Sharq Turkiston deb yozishga boshlabdi ekan. Buni ta'kidladik va Xitoy g'arb diyar, g'arb o'lkalar deb Shiyu degan so'zi bor ya. Biz bularni Shiyu deydik, Shiyu bizning qismimizda aqch ko'kchi deb. Hatto Xitoyning o'zining tarixiy manbalaridan manim qilib bizni o Şiyudigini garip ülkeleri, garip devletleri ve bunu yalnız Şarkı Türkistan'da emas, Orta Asya'ya hatta Hindistan'da mı şu Şiyu Katar'da atılıp diken, hatta Avrupa ülkelerini mi Şiyu Katar'da atılıp diken. Ve Xitayning özünün menbalarında mı köpünç vaktlarda bizni yana o Şiyu deyiştin sırt Weigo yani çetel ülkesi, çetel devleti de tılgıp diken. Bunun bilen bu Xitayning atalmış biz azaldan biyaniki nimisiga septeplerge yalğanlarga paket bilen özününki menbalarini işletip raddiya berdik. Onundan sırt Şarkı Türkistan'ın zemin bütünlüğü bizninki haqiqiy chegirimizniki yani şu Xitayninki hem Ming sulalasi davridagi matbuotlarga nima hujjatlarga qarta hem Çin sulalasininki Şarkı Türkistan'ga tajavuz qilishdan burun Çin sulalasininki 1757 yılda sizdiğen haritasi bor ve nimeler bor, chegaralar nim qilgan. Bizning chegaramiz şu Jayiguanda. Xitoy bilan Şarkı Türkistan'ning chegarasi şu Jayiguanda. Jayu Pass deydi inglizchalab. Şu Kansu taraflarımız Şarkı Türkistan'ınki o neçe ming yıldan tatip hazır kadar yakın vakit kadar Şarkı Türkistan'ınki bir parçası ve bunu mu şu Xitayning özününki materyallarda, tarihi materyallarda, hüccetlerde bunu enik şunda ekanligini yazılgan bunu mu oturup koyduk. Şarkı Türkistan'ınki geostrategiyalik muhimligini mesela baylıqıdan tatip Xitoyninki bu yerdagi qilayotgan askariy ishg'oliyat harakatlarini va bu yerda Xitoy yolg'iz Sharq Turkistonda emas. Bizdan sirt Xitoy O'rta Osiyoni va Hindiston u taraflarga biz ularni ishg'ol qilish uchun tayyorlik qilayotganligini o'tirib qo'ydik. Masalan bizningki zaminimiz, davlatimiz o kadar boy. O kadar dunyodagi balki eng boy zaminlarning birisi. Eng bey bulab ketmişmi? Eng boy zaminlarning birisi. Yani Xitoy kun yılda bizden net 100 milyardlık baylıqimizni o'g'irlab ichib ketyapti. Har yili. Bugün Xitoy deydi o bizninki Sharq Turkistonninki umumiy GDP'si belki 300 milyon 260 milyard atrofida. Ameliy baylıqımız belki onundan en az bolsa onundan iş küçelse en az degende. Yani Şarkı Türkistan'ın ne kadar baylıqını onundan köreleysizler. Bunu mu tefsili delil materyallar bilen oturup koyduk. Onundan sırt tarihimizni anlattık. Mesela bizninki bir yerde Şarkı Türkistan bugünkü bir yerde yaşayotgan Uygur, Kazak ve başka Türkiye halklarınki bulupmu Uygurlarınki bu yerda Şarkı Türkistan zaminida en az degende 9000 yıllık tarihi var. Yani Şarkı Türkistanlılarınki burunki ecdatlarımız bu yerda en az degende 9000 yılning yazı yaşap kelyapti.
ve bizninki bu kendimizde devam kılıvatıdı bu zamanda. Doğru. Xitaylarınki Şarkı Türkistan zamanına tıkı yakından yağı kellikini oturup koyduk. Ve bizninki en az degende 2000 yıldan aşıdığan devletçilik tarihimiz bağlılıkını Pakistan bilen kurulgan devletlerimizden birisine oturup koyduk. Ve Xitay'daydık o biz neçe ming yıl burun Şarkı Türkistan'ı anda besip algantık, manda kontrol kılıp algantık dep. Onunki tamamen yalgan ekenligini, bazı kısımlarda işgal kıyganlıkını etiraf kıldık. İşgal kılış, urunish bağlıkını. Ama Xitay hiçbir vakit Şarkı Türkistan'ın hiçbir kısmını hükümranlık kıygını yok. Bulanınki şu vaxtlıkı Dufu deydiğen biznemsi var. Askeri gazarmaları. Bu Dufu'su şu Tacikistan'da bugünkü nimisi deklam okşaş bir neyse. Tacikistan'ın bu birleşik yerlerde basları var ya. Şu yerden sırıt başka yere çıkamaydıgan. Yüzününki menbaalarda mı yetipti? Şu uz yerden çıkış başka yere çıkamaydıganlıkını. Şu harbiy gazarmasından başka yere çıkamaydıganlıkını mı şu vakti yazıptı. Okşaş. Onda desek Amerika'nınki başka devletini hem miyade dünyanın her bir bolonlarda basları var. Ama onlara ilgili hukuklıkını vermeydi. Doğru. Ondan sırt Xitay deydik ya. Bula bizge ilk soğat berdi, soğat beriş arkalık bizge beyat kıygantı dep. Onunkini tamamen yalgan ekenligini. Çünkü diplomasiyada o vaqtda her kandak padişaha bir elçi versiniz, bir soğat bilen ivetmeyi başka bir amal yok. Hazır mı bunda kaydılı var. Doğru. Gerçi onda altın kütürep ketiniz mi? Azırak bolsun bir küçük soğat ap buradı. Eğer Xitay'ınki şu iddiası, eğer o bazı Uygur, Türk ve başka hakallıkla Xitayga soğat berip diken, şunun bilen bulga boysundu desek, Xitay mı neçe min kıtım? Aşo 10 imperiyasından tatip, Köktürk hakallığı tatip, Uygur devleti tatip, İdikut Uygur devleti tatip, Karhallığı tatip, hatta Yarkent hallığı mı min sulalası neçe min soğat nevatkellikini oturup koyduk. Ve o jarayanda Xitay bizning igilik hukukumuz eğer ondan imkısak Xitay bizning ki yani Yarkent halkının min sulalısının üstüde igilik hukuku bağlılıkını kabul kıygan bulamdı. Okşaş. Şunçka bunu Xitay'ınki bu yalgan nimelerini oturup koyduk. Bu igilik hukuk meselesinde o soğat beriş, soğat eliş bilen o igilik hukuktan vazgeçken yoki birisininki geçirip kalgan bolmaydiganligini obdan düşündük. Eğer onda bolsa Xitay bizning tegimizde neçe min qatim yetip kopaptı desek boldu. Bizning igilik hukukumuzning asti deyti desek boladı. Çünkü Xitay biz Xitayga bergen soğatga nisbatan Xitay bizge 10 min aslap neçe min qatim soğat berişke mecbur boldu. Çünkü diplomasiyada şunda üstünlük bolgan o vaqtlarda. Ondan keyin bizning xalqaro qonun boyunca bizninki bir Şarkı Türkistan'ınki besilip algan devlet ekenligini xalqaro qonunning qoidalari boyunca meyli Xitay onu azatlık demdi, işgaliyet demdi, başka narsa demdi, xalqaro qonun boyunca karşı tarafның kurallık kişininki besip kirişininki bilen o meyli üzüne azat kılgıçı demdi, başka narsa demdi, xalqaro qonun boyunca o işgalçı. Onu düşündürdük. Ve xalqaro qonun boyunca Şarkı Türkistan xalqınınki işgalçılarga karşı hareket, yani kurallık hareket kılış hakkı bar ekenligini düşündürdük. Ve bununki BDT kanunundaki BDT'ninki nurgun oturup koygan maddeler karta resolutionlar karta oturup koyduk. Xalqaro uruş kanununki maddeler karta oturup koyduk. Yani Şarkı Türkistan halkınınki Xitayga kurallık karşılık beriş kanun hakkı bar ekenligini pakt bilen oturup koyduk. Ve bu kurallık hareket kılış karşılıkını Şarkı Türkistan halkı ta 1949 yılı Xitay komünist tecavüzçiler Şarkı Türkistan zamanıga besip kirgenden bugüne kadar izchil davamlaştırganlygymyzni oturup koyduk. Ve mesela köpençilerimiz şu nurgun tarihi küllerini unutup kaldık. Nurgun Şarkı Türkistan'da bulup 49'un keyin neç yüz karşılık hareketler hep verildi. Neç yüz. Hatta bazılarımız deyimiz bu
nima g'o'lji qirg'inchilik ya'ni 97 g'o'lji qirg'inchilik eng yaqin bilindi ya yoki barin barin qo'zg'oloni inqilobini xotirlaymiz. Onundan burun onundan necha asrlab kuchli qarshiliklar bo'lganligining hammasini pakt bilan o'tirib qo'ydik. Buni ko'pincha xalqimiz o'zimizmi unutib qoldik. Shaxsan ba'zilarini men qayt shu surish qilish jarayonida vaydab qoldim-da men. Bir faxrlandim xalqimizningki, ya'ni o kadar qarshilik berganligiga yan bir tarafdan bularni unutib qolganligimiz uchun azroq nima deymiz, ko'nglim yarim bo'ldi, ichildim. Onundan sırıt biz şu Xitayninki şu mustamliki, işgaliyet ve halkımızını kontrol qilib davasımızını yani mustaqilligimizni tusash uchun ep bağan barliq hareketlerini oturup koyduk tarixiy manbalar bilan. Masalan, qisqacha desek, hozirga qadar davomlashyapti bu. Xitoy yani şu özümüzdeki halkımızın arasından çıkan hain münafıklarını işletiş arkalık Şarkı Türkistan davasını yani mustaqilligimizga bo'lgan davasımızını kuruşimizni acizlaştırış için yo'qotish uchun harakat qilib kelyapti. Bunun tipik misali 1878-yili nima deymiz? Zozantang Şarkı Türkistan'ni ishg'ol qilgandan keyin birinchi qiladigan ishi bu şu burunqilqi Yaqub Xon Begninki davridan burun ki şu Çin sulalası hizmet qilgan G'alchi Xo'ja Beglar bor ya, şunun avlodlarini çünkü köpünchisini o'z vaqtida o xainlarning köpünchisini o'z vaqtida şu Yaqub Beg yo'q qilib yetibdikan, ammo ularningki avlodlari borda, shuni 3300 ni tep izlab Xitoy yana ularni tiklaydi. Xo'ja u bizni beg qilib şu bizni kontrol qilish uchun mollalarimizni setilib aşında ishlarni qiladi. Buni zaten bunun tipik misali şu hammasi ulug' qahramon deb bildigan İsa deb birisi bor. O'zining kitobini o'qishinglar kerak. 85-yilda o'zi nashr qilgan kitobini o'qinglar. O kadar faxrlanadiki Xitoy qilgan xizmatidan. O kadar münafıqlarcha. Ba'zilarini deysizlar, paket bor davotlar paket qana bunda yushiryapti anda qilyapti deb. Aşında deydi o paketni o'tirib qo'ymayapsizlar, yushiryapti, hujjatlar bor. Ash hujjat hammasi ash kitobning ichida. Shu kitobni o'qisanglar hamma hujjatlarni ashundan topa olasizlar. Xitoyga xizmat qiladi bu. Hammanglar ma'lum bo'lgandek, men shu Qing sulolasi Zozantang davridan tortib shu nimqicha xizmat qilib kelgan. Şu vaqtlar qandaq milliy inqiloblarimizni qarshi turib va o kadar o'zini o kadar faxrlandirdi ya Xitoyga bir jumlasi bor me'adin. Shu kitobida aynan oldim. Buningki o'zining kitobida yozilgan. Bu yerda Toshkentga borgan vaqtda, Toshkent deyman, Andijonga borgan vaqtida buni nima Xitoyninki malay bo'lib ishlaydi. Tarjımalı bilib. Şu jarayonda O'rta Osiyodagi ba'zi Sharq Turkistonlar va boshqa shu G'arb Turkistonliklar Sharq Turkistonni mustaqil qilish uchun Urus bilan Sovetlar bilan hamkorlashishninki Sovetlar shunaqa shaytayotganligini deydi. Bundan nima so'raydi? Maslahat so'raydi. Şunun bilan buni qarash turadi bu. Ya bundaq qilsa Sovetlar Sharq Turkistonni dinsizlashtirdi. Biz Xitoyning ostida yashasak anda yaxshi, manda yaxshi deb onu apirib Xitoy xo'jayiniga deydi. Va shuningga deydi, biz yaxshilik qilishimiz kerak. Xitoyga qilingan har qanday xizmat yaxshilikdir va xizmatdir. Shuni qilishimiz kerak deb o'zini shuning bilan ashunda faxrlandirdi. Shuning bilan ham buningki umr bo'yi shu Xitoyga xizmat qilib o'tib, Xitoylar bunda munofiqlarni ishlatib, shu davosimizni biri kontrol qilish uchun, yana birisi chet elda qochib ketganlarni, masalan, surgunda chiqib ketgan nima bor? Mahmud Moiti
Generalimiz Mahmut Moiti yapandan ba hatta nime Hoten Emiri Muhammed Emin Buğralı ba ola Afganistan Hindistanlığı çıktı do. Uyağı çıkıp gitken jarayanda Xitay Gomandan ma İsa bilen şuningdek başka münafık hayırlarını yol gitip bunu hayır kıldırış için nim kıldı. Hayır kıldırış jarayanda onu mıgallarını şu tetkilep mesela Türkiye'de mi kılıvatıdı o bununki şu bu şunluk takipçileri bununki kaldıkları desek mi bulamdı o ya ki evlatları da mı biznimeleri desek buluda. Kılıdı bu. Bunu karıştırganlar mısın terörçü akçı kökçü dep bir kalpakla bilen turmak oluyordu o. Aynı vaqtda o moxşaşına kıygan. Mesela Mahmut Emin Buğra'nı yapının casusu akçı kökçü dep onu sultudu. Ondan dikin eğer biz bilen kaysınız, bizge boysunsunuz, Xitayga enjin bilen bizi kaysınız, biz koydurup birimiz andamanda dep nim kılıdı. Onaga Allah'a şükür Mahmut Moiti onunla boysunmaydı. Turumu yazsam mı yatayım ama sendek münafık hayırlar bilen devletimi satmayayım dep onu gunumaydı zaten 12 nimisim ba ötken yıl 2 yılın aldı da emanla köygen tınla. Mahmut Emin Buğra'ga moxşa suikast kılındı. Mahmut Emin Buğra işkirak yetip gitti bu biçare ve en aygıda yani şu Goman'dan bunu açık süzüp açıkta oturmadan çünkü 800 ya turmağız soldat kızganmı yani şu. Bu kişi aldanıp gidip keyin özünün devletiga muş münafıklığının arkasından kep halkıga şu Xitay tarafta bulup hizmet kıldı. Bunu ammadan biladigan narsa. Amma muşunda hareketini kıldı. Bugün mu muşunda hareketler davamlaşıyotydy. Keyin Kompartiya Xitay komünistligiga vaqtda mı opmoqşaş narsani kıldı. Ana şu buran özüge hizmet kılgan, buran Xitay hakimiyetleri hizmet kılgan münafıklığınki şu ballarını, nimelerini tep izlep şunu okutup tarbiyeledi Beijing gapırıp. Onu tarbiyelep bolgandan keyin maxsus jasusluq organından birini kurdu. Şu bütün her kandak orulları çekizip mesela mollalarımızın jas mollunu yetiştirdi. Jas alimini yetiştirdi ama mesela şu tarihi nimelerdi bak kitaplıda aşının menbelerini tatıp menasını oturup koyduk. Ve 90'ıncı yıllardan keyin Şarkı Türkistan davası astasda halkaralaştırışqa tırışqandan keyin bulup operasyonun müstakillikka erişkendan keyin Xitay tığı mevcuydu. Ve bizni bu davanı yok kılış için her hareketlerini, her nimelerni kıldı. Aslında hazır Xitay'nın özünki dokladları boyunca, Xitay'nın devletinin özünki dokladları boyunca 97 yıldan tartip chet eldeki barlık Şarkı Türkistanlıklarınki uçurlar degenimiz bularınki nimini yaxşı kürdü, kandak ideyası ba, kandak acizliki ba, kim bilen dost, kim bilen düşman hemmeni Xitay nim qilib turdi ekan. Ve bununki casusları, Xitayning casusları bazı kısımlarını hatta atalmış mustaqil şekilde mi oturup koydu ekan. Ameliy mustaqillik hareketini yo'qotish uchun. Bununki zaten tipik misali nimeden ko'rdik ya, O'rta Osiyoda bir ko'rdik buni 90'ncı yillarda, ahirlarda. Ondan keyin hozir qadar mukravotimiz, masalan, Suriyadagi hozir qadar bizninki bichara xalqimiz, nadan xalqimiz, yana bizninki Sharq Turkistonninki armiyasi, Sharq Turkistonliklarning mujohidlari deb o'tirib chiqdi. Ve o bichar mücahitlerinin köp kısmı yana özününki doğru yol ekenligini doğru yolda hizmet kılavatman, vatanım üçün, milletim üçün kireş kılavatman dep oylaydı. Ama ameliyatda yani şu yügen Xitayning qıldı ekenligini bilenmeýatydy. Bolmasa 20 yılının yazı 30 yıl bulay dep kaldı. Bir Xitayning burnu kantıp bakkınım yok. Kalıptıkını diýenmeýdi. Propaganda kılıştı şu. Garipni tıllaydı. Garipni nim kıldıgan dünyada hilafet kururmen deydi Allah bilen birlik kılıp şu Xitayning teşviqaty kıldım maslaşıp durdy bular. Bunu düşündük ve bolup mama yakınki zamanda oýlanyp uyallanymı düşündük. Amma näsi başyny kılıp bu kitapnyň içinde ve en ahyrda Şarkı Türkistan'nınki nim üçün mustaqil buluş gerek. Yani mustaqillikten asıl keltirişden başka yol yok. Ekenlik nim üçün bu bunda bulap kalganlygyny ve
xalqaranın qandaq hareket ep beriş kerek haqqında en ahirki kısmı şu to'g'riliq yazıldı. Ve onun da yani şu Şarkı Türkistan'ın aldı bilen bu ırkı kırgınçılıknınki yıldız neme? Şarkı Türkistan Xitay tarafından tacavuz kılıngan ve işgal kılıngan bir devlet ekanligini bunu itiraf kılışı ve bunu lanetleşi. Ve Şarkı Türkistan halkınınki xalqaro kanun boyunca xuddi başka milletlerninki kandak hatta devlet kurup bakmagan başka milletlerninki kandak özününki öz takdirini öz belgileş, işgalçılığa karşı duruş hakkı bolsa Şarkı Türkistan halkınınki 2000 yıldan artık devletçilik tarihi var Şarkı Türkistan halkınınki devletini müstakillik nasıl keltiriş xalqaro kanun boyunca hakkı var ekanligini ve bunu xalqaro kanun boyunca yana xalqaro qo'llash ekanligini qo'llash majburiyati bor ekanligini o'tirib qo'ydik. Yalnız bu Şarkı Türkistan'ın kelgisi üçün emas, umumiy dunyoning kelgisi üçün, umumiy dunyoning bexatarligi üçün muhim ekanligini. Çünkü bizni bitkizgandagi Xitoyning nishoni O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, masalan Hindiston boshqa davlatlarga hatta ta Yevropa kadar mağmakçı. Bunu hemmemiz bilimiz. Ama G'arbga nisbatan paktlar bilan o'tirib qo'ydik bu masalalarni. Oylayman bu albatta bunun da kusurçılık yerleri var. Kusurçılık degenim mesela bazı Kemçik yerleri var. Kemçik yerler degenim mesela ne çıkıtım közden geçirsek mi? 4-5'imiz ne çıkıtım közden geçirsek mi? Yana bazı yerlerde ya bir harip eşkırak ya bir harip kemrek bulup başında imla hatalıklarından bir 4-5'i yana bakken tekice. Şunun için bunun kadar kusur tapmagaysılar. Ama bu onu tüzeymiz elbette ama bu yana halkımızınki hakiki tarihimiz, hakiki medeniyetimiz, hakiki kimlikimiz, hakiki arzusumuzni, hakiki meselelerini dünyaya bildirdiğin bir kitap, bir paketlik kitap. Xitayninki tüm yalgallarga paket bilen cevap verilgan bir redya. Xitayninki yalgan teşvikatlarga bir cevap ve Şarkı Türkistan halkınınki, Şarkı Türkistan devletininki nima ekanligini xalqaro bildiradigan bir kitap deb o'tirib qo'ydik. Shuning uchun buni hammanglarga agar kopyasi kerak bo'lsa biz PDF shaklini qo'yib qo'yamiz yaqinda, men tuzadigan yerini tuzib. Buni shu parlament a'zolaringizga bular har qaysi buluşunuldan qat'iy nazar bir işinlarni talep qilamiz ve en muhimi üzerinin hakiki tarixini Xitoy tarafından yoki boshqalarning tarafından yozilgan emas, üzerininki hakiki Şarkı Türkistan'ın hakiki tarixini, hakiki kimligini, hakiki medeniyetini, hakiki bu yerdagi bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni tushunib yetinglar qarindoshlar. Çünkü bir yerde torlar deyilayotgandek Uygurlar bir neçe Uygurlar kampta o'layotdi deb chiqadi ya. Onun da to'g'riliq bir paket yok deb. Xitoy bizni qirg'in qilyapti deysiz qarindoshlar. O kadar irqiy qirg'inchilik qilyaptiki, bizning nüfusimizni 3'ten 2 qismini tamamen yo'qotib etmoqchi. Qolgan bir qismini shu şekilde qo'yib yok şekilde kul kılıp işletip kalan 3'ten 2 kısmını tamamen yok kılıp etmekçiyiz qarindoshlar ve bunu devam kelyapti. Yılda net 100.000 qarindoshlarimiz qirilyapti qarindoshlar. Bunu bilishinglar kerak. Shuning uchun bizningki boshqa vaqtimiz yo'q. Bundan keyin biz vaqtimizni Xitoyninki to'g'rildagi churol-murollarga saqt hesaptaki onda bir-birimizni urush qilib qo'ygan nimalarga ishlatmay, kuchimizni shu Xitoyninki tajovuzchiligiga, Xitoyninki qilayotgan irqiy qirg'inchiligiga, shuni ayplash uchun, shuni la'natlash uchun va xalqaroga shunga harakat qilish uchun shuni nim qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Agar bundan keyin yana shunda uyanlarni davom qilaman deydiganlar bo'lsa, munofiqlar. Xitoyning saqt hisoblari tillab nim qilma deysa, 100% bilinglarki, ular Xitoyninki o'ynayotgan nimalari. Bundan keyin aldanmaysiz qarindoshlar. Bundan keyin bizningki
Agar atam nädi, dadam nädi deydigan bolsanız, Şarkı Türkistan'da, turumlarda, kamplarda ya öldürüldü ya öldürülmekçi. Ve onu kutkuzuş için devletimizin müstakilliğini asıl keltirişten başka yol yok. Şunun için biz Türkiye'de bulamdık, Amerika'da bulamdık, Avrupa'da bulamdık, Japonya'da bulamdık, dünyanın her kayısı bir bolunda bulamdık. Bizning davamlıq deydiğimiz, birdinlam deydiğimiz şu bilish kerak. Agar haqiqatan xalqaro inson haqlari, kishilik huquq, irqiy qirg'inchilik qarash turman deydigan bo'lsang, mana Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini kollamay turup, asıl keltirmey turup, bunu to'xtatmaymiz. Zaten Xitay atalmış demokratlardan, pemokratlardan mı bunu köydük. Ve yana kürümüz eğer muşunda devamlı şivasiz qarindoshlar. Gerçi bizning ko'rdig'imiz tamamen yo'qolishini ko'ramiz o vaqtda. Shuning uchun bizga 10-15 yil vaqtimiz ichidan, 15 yilchilik vaqtimizmi yo'q. 10 yil ichida biz tayyor turishimiz kerak xalqaroni Xitoyga hareket qilishini va buningga biz kerak bo'lsa janimizdan tortib, milimizdan tortib, qinimizdan tortib barlig'imizni shu yo'lda sarf qila oladiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Chunki agar biz to'g'ri harakat qila olsak, biri Allohning rahmatini keladi, ikkinchisi xalqarodimi ortak düşmanımız bilen yani ortak düşmanımız bo'lgan devletler bizga yordam qilishdan boshqa amal qolmaydi. Doim deb kelyapman-ku. Masala u chet ellik tilda emas. Masala bizda o chet ellik anda adapto, chet ellik manda adapto. Chet ellik biz nim desek shuni qabul qilishdan boshqa chora yo'q. Chunki ularning ulug' kishilik huquq nimasi bor. Kişilik hukukunu hürmet kılımız, siyasi haklarını hürmet kılımız, öz takdirini öz belgileşini hürmet kılımız deydiğen uluk şuarları var. Şunun için biz o şuarlarını küzüge tıkışımız gerek. Şuarın ma bolsa, menin halkım mani talep kılıvatıdı. Eğer yardım kılış niyetin boz, mana, bu senin şuarın yalgan, dep küzüge tıkışımız gerek ona. Onun dikin ulu mecburi nim kılıdı. Anıga ulug'um tushuntirishimiz kerak. Bu masala yalg'iz biz bilan emas, sening kelgusin uchun muhim. Bir mustaqil Sharq Turkiston sening kelgusingni qutqizadigan narsa, dunyoning kelgusini qutqizadigan narsa. Deb bularga tushuntirishimiz kerak. Ammo yana nim qilib hammasiga qilib o'ttarsak, munofiqlarchi har deginiga 3-4 tap tashlab bergan NID'niki yoki boshqasining tashlab bergan tengisiga vatanni setib ham milletki hainlik kılıçtın burun sırtın üzerindeki kelgüsüge yani evlatlarınızga mı hainlik kıygan buluşlar. Zaten sizler hainlik kılıyorsunuz o sizler o evladınızla bilen dünyanla bilen karınlı yok ama aldınıp kitivatkan halıkka davetime. Çünkü amma bir adam Xitay'nın ki cası yak hain emez. Köpünç halkımızın ki 90%, 95% hatta hainli 2% mi çıkmaslığı mümkün. Yaman çıkıp kesişinçilik çıkar. 98% halk şu kontrol kılıqlık. Mağammavatkan, bilenmavatkan, bileydisi mu hem bir yapkısılam onu terörçü, akçıyti, kökçüyti de sultadığın tehditli boğallık için. Xuddi meni sultib baqqaningdek, başqalarni sultib baqqaningdek, qulni desinki ecdadingla ulug' dayingla hain İsa Yusuf Mamtimin Buğra bilen Mahmud Muhiti ve başkalarını sultup bakkandeklam eş. Ama biz bunundan ne sizlarninki ne Xitay xo'jayinlaringdan, atıllarыңdan, başqa nimalarыңdan qo'rqmaymiz. Bizga birlam yo'l bor. U bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish va bir dushmanimiz bor, Xitoy tajovuzchilari. Va sizlar Xitoy tajovuzchilarining yerida topsanglar, albatta sizlar bizning dushmanimiz. Ama sizlarni Xitoy tajovuzchilaridan ayrim ko'rmaymiz. Chunki shular bilan baribir xizmat qilayotgandan keyin, ya'ni shu Xitoy tajovuzchilar sizlar. Agar mushundan munofiq qilayotganlar, hayırlık qilayotganlar, bunu qilmayotganlar, ezib kelayotgan xalq uyg'onish kerak. Haqiqatni bilish kerak. Bir kallangni ishiltinglar, kimninki xato qilayotganligini, kimning to'g'ri qilayotganligini obdan bila olasizlar. Ortiq qo'rqmanglar. Qo'rqaydigan bir narsa qolmadi hozir. Bizninki
kaybedecek, yo'qotib qo'ydigan boshqa narsamiz qolmadi. G'ururimizni yo'qotib qo'ydik, vijdonimizni yo'qotib qo'ydik, iymonimizni yo'qotib qo'ydik, vatanimizni yo'qotib qo'ydik, iz qarindosh tuqqanlarimizni yo'qotib qo'ydik. Bir qolgan narsa shu bir sesiq jenimiz. Hech narsa kelmaydigan bir sesiq jenimiz qoldi. Hech nima qilolmayapmiz. Agar bu jondan voz kechmasak, shu bu qo'rqdan o'zimizni qutqizolmasak, vatanimizni qutqizolmaymiz. Shuning uchun qo'rqmanglar. Agar kerak bo'lsa, agar o'ttirman desam, marhamat qilib kelib kuchi bo'lsa o'ttasin, ketsanglar, Alloh yo'lida shahid bo'lasizlar, vatan yo'lida shahid bo'lasizlar. Ammo qo'rqmanglar ortiq. Munofiqlardan, xoinlardan, dushmanlardan qo'rqadigan vaqt o'tib ketdi, qarindoshlarim. Biz hammanglarni shuni yana deyman, qo'limizdan kelgan ishlarni yoza oladiganlarimiz yozishimiz kerak, o'qiy oladiganlarimiz o'qishimiz kerak, so'zlay oladiganlarimiz so'zlashimiz kerak. Hech nima qilolmasakmi, qeri bo'lib ketsakmi, bir bayrog'imizni ko'tarib, shu boshqa ish qilolmasakmi, tilimiz bo'lmasmi, shu bayrog'imizni ko'tarib, shu mayli Aqsaroyning oldida bo'lsin, mayli parlamentning oldida bo'lsin, mayli boshqa o'zalning turishlik bir davlatningki hukumat binosining oldida bo'lsin, shu bayrog'imizni lapillatib turishinglar o'zim bir xizmat, qarindosh. Hech nima qilolmasanglarmi, buni qilishinglar kerak. Rahmat. Biz umumiy mustaqilligimiz uchun ortiq haqiqiy harakatga o'tish vaqtida yetib ketib bordi. Oldimizda xili fursatlar keladi. Yeterki biz şu fursatlarga tayyor turaylik. Shuning uchun aziz qarindoshlarim deydiganim yana tekrar qo'limizdan kelgan qila oladiganimizni qilaylik va to'g'ri qilayotganlarni qo'llaylik. Deydiganim shu. Rahmat. Bu Faysal Xudoyor efendim dedi. Bunun içindeki mezmunlarını cevherini sözlep verdi. Onundan köp mezmunlu var. Bu biz için yol yoruk. Biz devamlı Xitay'da yol yoruk dep anlayımız mı? Mavi bizim yol yorukumuz. Bu kitapka hemenlarına ilgi çıkışınlarını, okuşunlarını, bilişinlarını, özümüzden körüp yetişinlarını ümit kılımız. Hem de biz bunun akıgılan okuşaş ulu hizmetin yani birisi oldu. Bu bir ulu hizmet. Bunu hazır düşünmeyenler belki kelgisi düşünüldü. Lakin kelgisi çık vaktimiz kalmadı. Mana kimlik, iftihar bilen bu kimlikni kolumuzga aldık. Kimlik doğrusu azırak sözlep bergen bolsanız bu kimlik bu pek ulu işinki yeni birisi oldu mavi. Bunun için azırak sözlep bergen bolsanız. Xo'sh, pek vaqt olmay, vaqtni xili ep ketdim. Bu kimlik masalasiga kelgan chaqda bu kimlikninki ikki asos nima bilan bir yerga o'tirib qo'ygandik. Biri xalqimizningki o'zininki davlat tavallikini bildirishga. Ya'ni xalqimizni davlatimizga, Sharq Turkiston zamoniga bog'lashga. Bu bir millat vatanparvarlikni uyg'otish ve halkımızın şu devletçilikki bağlaş. İkincisinden bu kimlikninki kısıkçılam desem ammanlarda eslan go biz nima halk saylam qilish kerak, halk anda qilish kerak, halk manda qilish kerak deb. Buni ba'zilari to'g'ri deb nim qildi, ba'zilari shu dushmanninki yo'l yo'riq bilan xalqimizni qo'ldo'ltiman oldiya olaymi deb nim qildi. Shuning bilan agar xalq saylaydigan ish bo'lsa, mana kimlik bilan biz çünkü hazır kimliksiz saylam qildigan yerde problemler chiqyapti. Shuning uchun kimlik bilan har qanday Sharq Turkiston kimlikni nim qilganlar bundan keyin 2027-yildan tortib inshaalloh ichki saylamga qatnasha oladi. Shu Sharq Turkistonning hukumatiningki raisiga, Cumhur raisi ubu deganlarga ichki saylam bilet tashlay oladi. Shuning uchun buni ikkinchi nima shu. Undan surat yana kelgusida qiladigan hükümetin kisel şekil nima texmo professional qilsak u yerdan yordamlar asta-asta kelyapti. Xalqimizga ko'rsatadigan xizmatlar bo'ladi. Mayli asylum multici panalık işleri de bo'lsin, mayli o'quvchilarimizni o'qitadigan ishlar bo'lsin, yoki mayli u yerda chechilib qolgan yetim tulu adillerimiz bo'lsin, shularga iqtisodiy jihatdan, moddiy jihatdan yordam beradigan programlarni inshaalloh barpo qilamiz. Shuni tizimlab nim qilib, shuni nim qilishga shunday xizmatlarga iltimos
Şunda programlarga iltimas qilish uchun yani shu kimlik nimasi. Kimlikni nim qilish. Andan keyin albatta kelgusi davlatimizniki bir nimisini yaratish. Davlatimiz qaytadan asli keltirilgan chaqda az bo'lsa, o'zimizniki sistem yani qaytadan yangi biznes qilib chumay bir ulisi bo'ladi-da nim qilishga. Umumiy kimlikimizni xalqimizningki nüfusini ubunimini ölçeşke. Şunun için bunu qilyapmiz. Buningki ahmiyati, eng birinchi ahmiyati shu davlat tavallikimiz. Hammamiz deymiz ya biz Sharq Turkistonlikda. Mana buni kimlikni nim qilamiz. Masalan men buni kimlik o'zimning kimligimni men nechada shiltib bo'ldim hozir. Nechada uni bu yerda hammasini qilib batdim. Hatto nechada shiltib bo'ldim. Bu resmi professional kimlik bu. Xuddi boshqa bir davlat tarafidan nim qilgandeklam o'xshash. Ötüdü. Bu pasport emas ama bununki şunu açıklaş gerek. Bunun bilen başka bir devletke ilki aylı pram bilet elip bir şey uçanmaysınız. Ama kalan ilki sizinki başka normal kimlikle kanda işleyatkan bolsa o'xshash shu darajada ishlaydigan kimlik shuni bildirib qo'ydim. Rahmat. Endi bu bizniki aqtashlik kitob chiqqandan keyin pek bayram bo'lgan Xitoy g'alchilarga deb qo'ygan bir gapimiz bor. Bu kimlikni ko'rishdan burun bo'lsa doktorxonaga yaqinroq jiddiy bilimga yaqinroq yer berib ko'msanglar, buni ko'rib yana ichingizdan qon ketmasin. Hamda bizningki hukumatimingniki torlarda odatda biz hukumat o'zimizningki bayonoti va bizningki mushta program xabarlarimiz bilan o'zimizning maydonni ifodalaymiz. Ammo torlarda ba'zilar biz hukumatni qo'llagan, ba'zilar biz hukumat qarshi turgan qora akkauntlar bor. Bu hukumatga vakillik qilamiz sizning. Bu haqda biz qancha yil bo'ldi? 3 yilning yozi az deganda ekranning oldidan 5 qatim. Az deganda 5 qatim so'zlab qoldim bu haqda. 2 qatim yozma shaklda bayonotni berib oldik. 3 qatim bo'libdi yozma shaklda bergan bayonotimiz. Va bayonmi o'tdim bu masalada. Yana oxirgi deydigan bundan keyin yana bu masalada yana so'zlab jugim yo'q. Bizningki torbitimizda tepilmagan, masalan torbimizda hukumat a'zolarimizdan tortib parlament a'zolarimizdan hammasining ismi bor. Bu yerda ko'rilmagan har qanday bir shaxsninki yoki bizning kishininki yoki bir o'rinninki hukumatga vakolatan, ya'ni qilgan so'z harakatlari hukumatga bog'lanmaydi. O bizning sözümüz emas, onun qilgan hareketleri bizning hareketimiz emas. Bu bir. İkinciden bu hesapla dedim o. Buni shu Xitoy o'ynayotdi. Bizning xalqimiz buni bilmayotdi, ammo azroq istixborot to'g'riliq biznes o'qisanglar tushunasizlar. Buni Xitoy o'ynayotdi. Bir tarafdan 3-4 hesapni yechib qo'yib bizni qo'llagandek qilib, yani bir taraftan şu arkalık nemi qilib başqalarını tillig'izib, onundaki başqalarını Salih anda degizib, Salih anda degizib. Şu, masalan, mencha Xitoy qilmayotgan bo'lsa-mu, shu Xitoy bilan hamkorlashayotgan munofiqlar qilyapti. Shuni dey. Eng tipik misoli buni mening beshimga o'tdi. Chunki ma'lum bir kishi ismini atmasammi zaten hammanglar bilasizlar mencha. Bir tarafdan hukumatni qo'llab olgandek bo'lib, bo'lmasa aşılı bilan appak şappak jürdiğin birisi burunlam. Qo'llab olgan bo'lib, hukumatni aşı kütürdü, anda kütürdü, manda kütürdü. Atsi emas shu zamatlam başqalarını tillaydı, başqa munofiqlarni. Zaten munofiqlik munofiq. O munofiq deb tillasanglar o mening karim yo'q. Munofiqni munofiq deb tillasanglar o munofiq bo'lgandan keyin paketi bo'lgandan keyin munofiq desanglar hech gap yo'q. Ammo og'izni buzib, achisini anda qilaman, manda qilaman, aqchukak deb ses gapni qiladi ya. Inson qalbidan chiqib ketgan ses gapni. Shuningdek keyin u munofiqlar o gapni Amerikaliklarga yetkazdi. Mana Salih qildiryapti. Mana bu Salihninki nimisini, hukumatninki nimisini qo'llayapti deb. Shunda o'yin o'ynaydi. O vaqtda meni yomon ko'rsatmoqchi-da buniki niyati. Şunun bilan men nima qilaman? Uniki burunun shu kishiniki oli bilan appak-shapak bo'lgan nimasi ala mana. O'ynayotgan bo'lsa, ma u.
Men bu vaqtda zaten ne çıkıtım bayanaplap boldum. Oynayotgan bolsa özleri oynayotdu bunu. Meni yaman köz tutuşun. Çünkü men bulga akçı köşçü diginim uzun boldu ya. Bu toğruluk gap mı kıp jümem, tılıq mı jümem bunda man qurtbana. Doğru. Bu yer qışıp şu rahatsızlanıp ketiyotganlık üçün şunda qıldıryotdu. Sen agar bu istihbaratçı da birse, sen akıllık bolsaň bir kallağını işiltip bar. Kallağını işiltip bak. Kim oynayotdu bunu sal izdap bak. Hatta şu tor betleri çirip sizinki nimelerine bak NSA'ya desen teperalaydı ya kimninki o hesapdan arkasında kim bar nimelikini hemmesini şu izdap nim kıl. Meni avarqınma. Meniki men vaqtımda şu toklığa cevap verip nim vaqtım yoqunda nim qilishga. Mening düşmenim ayada. Doğru. Şu. Bunun için men deydiğim şu. Meninki hükümetimizningki bunda küçüda aklı çoğaldı gap qıp jurgan nimelik cevap berişi acitimiz mi yok. Biz hükümet Amerikanın taşqı işler ministeri kelip Twitter'da bir toktokniki yazgan nimesiga cevap berip jürmeydi. Biz cevabımızını şu Xitayninki bagin nima Xitayninki e'lon qilgan nimelerge hareketlerge şu taşqı işler ministeri yoki boshqa nimelerge reddiya şekilde cevap vermiş ulaga. Ama biz köçüdeki şu toktokniki Xitay galçılarınınki yoki başqalarınınki uyançılarınınki nimesiga cevap berişiniki aciti yok. Biz da düşünmeymiz. Xitayning niyeti şu. Onun niyeti şu. Biz ne atşöp aşı üzdek tüven qilip aşılı bilen kotuldu tutasa biz vaktimiz ne? Başka kişilerini kılanma şu köçüdeki şu toktoklarla paranlaşıp otasaklam, uğraşıp otasaklam Xitay üçün ne güzel. Ama değil mi? Doğru. Biz o yanığı kemmeyimiz ve halkımızın mı bundak uyallığa kelmeslikini ümit kılımız. Ve yana dedim, ötkenki bizden parlament yığınımızdı mı? İlişkindeki parlament yığınımızdı mı dedik? Parlament azalarımızga ve etrafımızdaki kollugçularımızga okşayıcı yetkizip koyanlar. Namalum kimlik enik emas nimeninki meyli bizni o kadar kançılık medilep ketsimi nim qılmanglar. Bizga hesap emas. Bizga hesap emas, ularni hatto share qilib jurmanglar deb nim o'tirib qo'ydik. Agar sizlarninki hisoplaringlar bo'lsa, dedik, hatto o'zinglarniki shunda tunish bilishinglar bo'lsa, agar tillaydigan ish bo'lsa, unda shuni to'xtatinglar dedik. Necha qatim dedik buni. Ama bizninki bunda hesaplar yok. Ben zaten hemmisini ben birazdan teşkirip oldum ne çıktım. Kim biz tarafta, kimnin kayısınınki oynayotganligini hel obdan bilme. Şunun için bunda uyallığa biz kemmeyimiz ve halkımızın mı bunda uyallığa çıpkanmaslıkını ümit kılma. Bizninki düşmanımız Xitay. Xitay'dan başka düşmanımız yok. Xitay tacavuzçılardan başka. Ve şu tacavuzçılar galçılık kıldıqanları mı dedim bu. Eğer Xitay tacavuzçılarını kollaydıgan münafıklı olsa sen zaten şu tacavuzçıların bir kısmı. Şunun için seni ayrımçılık ilişkinin acıtı yok. Xitay düşmanımız. Nişanımız müstakillik. Ondan başka düşmanımız yok, ondan başka nimimiz yok. Vaktimiz ne? Bundan keyin biz kança meyle bu Xitay bizim tıllap yağdırıp etamda nim qilib etamda parvayimiz pilek. Noçu bolsa Xitayning Tashqi ishlar ministrligi Xi Jinping'e başka nimesi özü kelip tillap baqsın, özü kelip nim qilib baqsın, noçu bolsaң. Galçılaryny işletme, işlerini işletme, üzanki. Deydiganimiz şu. Rahmat. Bu texim ochiq bo'ldi. Biz necha qatim degan bizninki vaqt munosabat bilan biz jiq gaplarimiz bor edi. Undan keyin biz mush qatim faoliyatda o'zimizningki peshqadam ikki milliy qahramonimizga azaldan mustaqillikni qo'llab kelayotgan Sadoqat ordeni taqdim qildik. Bu nihoyat faxrlik ish. Undan keyin ikki chet ellik do'stimizga bizning mustaqilligimizni qo'llayotganlarga do'stlik ordeni taqdim qildik. Biz bizning mustaqillik yo'limizni qo'llaydiganlarga shunday ilhom beramiz, ko'tiramiz, beşimiz qilib ko'tiramiz. Hamda oxirida hozir hamda vaziyat Amerikaning siyosiy vaziyatining o'zgarishiga ergashib, dunyo vaziyati o'zgaryapti. Hem bizningki Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga bir fursatlarni olib kelyapti. Siz bu qadamda saylovning natijasidan keyinki bundan keyin bo'ladigan ishlarga o'zingizning bir farzini qanday bo'ladi? Kelgusimiz to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Albatta. Bu haqda masalan biz parlamentning nima Uyg'ur qonuni bor ya loyihasi.
ve bir kısmından ötep boldy, bir kısmından Avam Palata Kengeşden tehi ötmedi. Onu ötkizişimiz gerek. Şarkı Türkistan yani ki veya ki Uygurlar üstüde bir maslaştırgıçını Taşqı İşler Ministerligi'de bekitişimiz gerek aziz qarandaşlar. O bir. İkinciden davamlı hammamiz yani talep kıldığımız devletimizni besilib algan devlet deb itiraf kıldırışımız gerek. Ve ishonamanki bu müddet bu buludu. Çünkü bu hem hakikat şu hem hazırki vaziyet mu şununla kıstab apırdı. Ama biz bunu tizden töyjilninki ağıqısta emas. Bolsa muş yılninki, 2025 yılninki ağıqıça bunu kıldırıp buluşumuz gerek aziz qarandaşlar. Biz hareketimizni qilishimiz kerak. Xalq bo'lish sifatimiz bilan o'zimizniki parlament a'zolarimizni deyishimiz kerak. Xalq bo'lish sifatimiz bilan. Masalan, ba'zi tashkilotlarni nimani Aqchko'kchi deb biz yaratmasak masala yaratadiganlar bor. Agar yaratgan bo'lsanglar shu tashkilotlarniki yana sinab beqish uchun, shu haqiqiy biz uchun kurash qilyapmiz, kurash qilmayapmiz, sinab beqish uchun mana bu haqda Sharq Turkistondan besilib olgan davlat deb bir bayonot qil va shuningga shu bayonotning ichida Amerika parlamentini hech xat yoz bo'lmasa bizniki imzo qilishing ketish shart emas. Biznikini yaratmasang sen yozki biz imzo qilaylik. Men teşvik qilib beray. Bu shunda tashkilotlar ashulda danglar. Mana nimkin Sharq Turkistondan besilib olgan davlat deb itiraf qildiradigan bayonotni imza faoliyatini o'rinlashdi. Echikda biz qanday ishimizninki Sharq Turkiston uchun xizmat qilayotganligini a tarafdan birsin qo'pab Xitoyning o'zining butunligini xilop qilsa bo'lmaydi deb qo'psa sen Xitoy uchun xizmat qilyapsan Sharq Turkistonga deb so'roq qilishing kerak aziz qarindoshlar. Besim qilish kerak. Anandan keyin bu ishlar bo'ladi. Ammo bizning oldimizda hali ishlar bo'ladi. Kurishlar. Munofiqlarning bir qismi tozlanadi inshaalloh. Va bu dava haqiqiy Sharq Turkiston mustaqillik davosiga aylandi. Buni yaqin kelgusida ko'rishlar. Ammo bizmi hammamiz yana doimlab ketayotganimdek o'zimizningki aslimiz majburiyatimizni bir aslimizni qo'shishimiz kerak. Sog'liqlam qilyapti, shuni qillam tashlab qo'ymay, deb o'tmay. Sog'liq qilayotgan bo'lsa, men sog'liqni 10 qiyg'im bor deb o'zingni maydonga tashlanglar. Yalnızlam sağlığı taşıp koymaya yoki başkasını qilmay. Sağlığı qilayotgan bo'lsa, biz sağlıqdan 10 qiyğim bor. 10 nim qiyğim bor. Texmi yaxshi qiyğim bor deb harakat qilinglar. Aziz qarindoshlar. Bu harakatni faqat Uyg'urchadan emas, chet tilda qilinglar. Chunki menga anlatishinglar bilan onun bir-birimizga anlatishimiz bilan biz 80 yil shunda o'tib ketdi, bir-birimizga anlatıp boldik. Bir-birimiz obdan bilamiz. Anlatışının bek çok anlatışının yok. Çetellikligini qilinglar. Qaysi davlatda bo'lsanglar shu davlatni qilinglar. Hamma yerda o'xshash qaytadan faoliyat qilishimiz kerak. 2018 da boshlanganimizdek qaytadan yana bir uyg'onishni barpo qilishimiz kerak. Ammo bu qatim yana Xitoyninki, g'alchilarininki uyallarga qurban bo'lib ketmasligimiz kerak. Aldınıp ketmasligimiz kerak. Yana mutlaq bir yarim Xitoyni, chala Xitoyni bizimni o'tirib qo'ydi Xitoy. O'zi chiqmagandan shu g'alchilarni, ballalarini o'tirib qo'ydi. Ular chiqib bir yo'llar bilan azdirdi yana. U uyallar aldanmasligini kerak. Yana chiqib bayroq ko'tarsak bo'lmaydi. Amerikaning bayrog'i ko'proq bo'lib ketibdi, anda bo'lib ketibdi. Amerika'nın parlamentinin aldığı nim qilsak bo'lmay, Xitoyninki xalq ko'chada yurishimiz kerak degan uyallarga aldınıp ketmanglar. Mustaqillik desek bo'lmaydi. Mustaqillik bilan shuar bilan ish haqmaydi Aqchko'k deb. Aldı bilan deyish kerak. Demesak boshqa narsa kelmaydi. Demaylar bu o'tirib bizga kishilik huquq Xitoy anam nerede, dadam nerede desa Xitoy ishni qilib ketmaydi. Biz xalqaraga agar sen kishilik huquq masalasini qilgan bo'lsang, mana eng ig'ir kishilik huquq zincir Sharq Turkistonda. Agar o'z taqdirini o'z belgilashini qo'llaydigan bo'lsang, mana
Biz halkımız neçe ming yıldan özümüzün takdirimizni özümüz belgilep geldik. Şirketim 100 yıl içinde şirketim cumhuriyet ilan kıldık. Biz bir besilvagan devlet. Biz takdirimizni özümüz belgileymiz ve müstakillikten başka yol yok. Kelsen bana birlikte hareket kılaylı dep, ularga özününki ulug' bilgen bu gariplikning ulug' bilgen şuarını özününki küzüge tıkışımız gerek. Aziz qarindoshlar. Mana haqiqiy bo'lsang, mana erkek bo'lsang, mana ko'rsatmamiz kishingni deb anda nim qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Nim qilib, anda desek bo'lmaydi, manda desek bo'lmaydi deb o'tlasak, vaqtni bire vaqtdan ziyon tortimiz, ikkinchi uningdan muhimi xalqimiz ulayotdi. Necha yuz ming xalqimiz her yılı neçe yüz ming, her ayda neçe 10 minglab xalqimiz qirilyapti aziz qarindoshlar. Onu bilishinglar kerak. Shuning uchun bizniki uni haqiqatdan qutqizish uchun, Xitoy yo'lini qo'yib berib, nim qilib o'tmaydi. Uning haqiqatdan qutulish uchun shu davlat nasl keltirishimiz kerak. Davlatimiz nasl keltirishimiz kerak. Qurolliq yordam, qurolliq urushimiz anda-manda qilamiz deymiz ya hammamiz. Vaqt kelgancha biz qurol bas anda qildik, manda qildik. O hiç kimsen kural vermedi, bir namayış gibi bir bayrakını kütürüp bir tayakını kütürüp çıkanmasan o sana kilip birisi kural vermeydi. Aldı veren siyasi hareketini kılışın gerek. Köşüşün gerek. Şu kuralga layık ekenligini köşüşün gerek. Onun için başka yardımlar kilidi. Onu köşetmeyi turup onda akımıdı, manda akımıdı yatık nimimizde oturvasak hiç kim yardım kılmaydı aziz qarindoshlar. Hareket kıl, onun için kağını kilidi. Şu hareketimizni qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelganini, qilalig'imizni, qilolmaganimizni emas, qilalig'imizni qilishimiz kerak. Qilolmaganimizni hech kim bizga "Mani qilolmading" deb qilolmaydi. Chunki imkoniyat bo'lmasa uni qilolmaymiz albatta. Ammo imkoniyat bor narsani qilmasak biz o'zimizga, yolg'iz o'zimizga emas, davlatimizga, avlodlarimizga, kelgusimizga, ajdodlarimizga xayrlik qilgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun eng oxirgi deydiganim hammamizga kuch, quvvat, jasorat ato qilsin Allohim. Va sizdan mushu 1 yil ichida uningdan tiz bo'lsa davlatimizningki bir bo'lingini bo'lsa-mu, bir azroq bir g'arit 1 metrni bo'lsa-mu fethi qilishimizga, ozod qilishimizga nisb qilsin. Davlatimizni xalqaroning xalqaro tarafidan besilib olgan bir davlat deb itiraf qilishiga nisb qilsin. Hammamizga mas'uliyat ato qilsin. Hammamizni xoin bo'lib qilishdan, munofiq bo'lib qilishdan, sotqin bo'lib qilishdan, bilib bilmay dushmanlik qilishdan davosimizga, vatanimizga, millatimizga saqlasin va xoinlarni, munofiqlarni, sotqinlarni yer bilan yakson qilsin va bizdan o kadar yiroq tutsinki, qiyomatda ular jahannamga kirsin va biz jannatga kiraylik inshaalloh. Amin. Rahmat. Bizning qilgan ishimiz ko'p bo'lgani uchun deydigan gapimiz jiq, vaqt uzrab ketdi. Hammanglardan uzr so'raymiz. Aqtashlik kitobning e'lon qilinishi to'lim ahamiyatli ish. Xuddi raisimiz doktor Mamtunalloh afandim deganidek, endi biz o'z tariximizni o'zimiz yozamiz, o'zimiznikini o'qiymiz. Boshqalarning bizga so'zlab berishiga muhtoj emasmiz. Bizning tarixiy va siyosiy asosimiz Aqtashlik kitobimizdan chiqadi va shuniga ergashamiz. Kimning kim ekanligini bilib qo'yishning yana bir fursati. Bu bir milliy iftixor belgisi. Bunun sınıfı yok, qabilesi yok, partiyasi yok. Buningdan tik undirib, bu kimlikdan o'zini qochirganlar, qarshi gap qilganlar kishini qayil qilgidek biror sabab ko'rsatalamdi. Erkek olsa ochiq maydonga chiqib sabab ko'rsatsin. Ilgari mustaqillikmi, avtonomiyami mazmunliq raisini qarta jim bo'lib olganlarning kimliklarini, tavalliklarini bilgan edik. Bu yana bir qitimliq sinoq bo'ldi. Kimning kim ekanligini bildigan sinoq maydoni bo'ldi. Bizning barliq qilganlarimiz, qilmoqchi bo'lganlarimiz faqat bir maqsad uchun, ya'ni vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun. Yana eskartishga arziydi-ki, bizning birli dushmanimiz bor. U bo'lsa-mu Xitoy tajovuzchilari va uning g'alchilari. Endi uning g'alchilari desek, chiqib ketadi g'alchilari. Ularmi Xitoyga hisob. Ushbu sabab o'zini Sharqi Turkistonlik deb hisoblaydigan barliq qarindoshlarimizni hukumatimiz atrofiga zich o'yishib, mustaqillik aqidamiz uchun hass qo'shishni chin dilimizdan umid qilamiz. Sizning vaqtingiz ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt munosabat bilan bizning programmamiz oxirlashdi.